Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilarim. Keyingi zakazlarimizni putkazib bo'ldik inshaalloh. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Bular cho'qqi MDFlarimiz. Ko'rib turganinglar men zamonlar ham yaxshi zamonlardan shundan qo'yib bering dedi. Shundan qo'yib berdik. Mana pardozlari ham juda chiroyli, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, karnizlarimiz. Pardozlarimiz mana. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановkasi ichida. Romlarimiz endi aynakchilarimiz kelib hozir aynaklar sab bersa, olib boramiz o'rnatganlar. Bemalol o'z murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Agar xizmat qilamiz, el qatori sizlarga ham bemalol mana shunaqa eshik romlar qilib beramiz. Bularning kvadratini mana 750 mingdan qilib berdik. Eng kichkina eshigimiz mana shu 1,5 milliondan boshlanadi. 2 kvadratdan hisoblaymiz. 2 kvadratdan u yog'i yana ko'tarilaveradi.